Qizlar hammaga xayrli kun. Kayfiyatingiz zo'rmi? Bugun sizlar uchun shunaqa bitta dars yozmoqchiman. Xudo xohlasa, bu darsda biz juda ham ko'p bo'lgan masalalarni chuqur o'rganib ketamiz. Bilaman, bu darsligimga tug'ruqni boshdan o'tkazgan ayollar qo'shilgan, qizlar. Tabiiy tug'ruq yoki kesarva secheniya bo'lsa ham sizlarga bu tema qiziqligini bilgan holda va bu mavzu bo'yicha juda ko'pchilik tug'ruqdan keyin hattoki vrach bilan ham gaplashmagan. Nima deydi? Jim nozik tema bo'lgani uchun ko'pchilik bu nozik masalani savollari tug'ilgan, lekin ana shu savollarga javob olmagani uchun va bunaqa savollar juda ko'p kelgani hisobiga sizlarga dars o'tib berishga qaror qildim. Darsim manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Ko'pchilik o'ylaydi, men kesarva secheniya qilsam deb, bunaqa savollar menga ko'p keladi. Keng bo'lib qolmaydimi? Men ana shu kengaymasligi uchun kesarva qilgan edim. Nima deydi? Xudoyim 18 yashar qizdek bo'lib yurishni xohlayman deb kesarva secheniya qilgan qizlar juda ham ko'p. Lekin afsuski, siz kesarva yo'li bilan tug'asizmi yoki bo'lmasam o'zingiz tabiiy tug'asizmi, farqi yo'q. Chunki siz homiladorlik davrida 9 oy davomida homilani qorningizda ko'tarib yurasiz va to'z osti mushaklaringizga bu ziyon yetkazadi. Farqi yo'q, siz kesarva bilan tug'dingizmi yoki o'zingiz tug'dingizmi, oson tug'dingizmi, qiyin tug'dingizmi, baribir buni ta'siri bor. Men buni konkretno sizga xos tushuntirib beraman. Manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Meni bitta o'quvchim bor edilar. Aynan mana shu anaqa bilan o'ylashlar bilan kesarva bilan tug'sam hammasi joyida bo'ladi, menda qizdek qolaman deb o'ylab kesarva bilan tuqqanlar, lekin ming afsus bo'lsin, tug'ruqdan keyin ularni syurpriz kutib turgan edi. Ular o'ylaganlar, men kesarva qilsam, momushoyim tug'ruq jarayonida agar ishtirok etmasa, menda hammasi zo'r bo'ladi deb, lekin katta xatoni o'ylaganlar. Ular tug'ruqdan keyin muammolari boshlangan. Birinchisi bu havo kirish bo'lgan. Ular hayratda bo'lganlar, "Как так, men ataylab kesarva qilganman-ku, qanaqa qilib menda havo chiqyapti, kiryapti" deb o'shandan hayron bo'lganlar. Undan keyingisi ularda aylanib pechab ushlab turolmaslik yuzaga kelgan va gemoroylar chiqib qolgan. Men kuchanmadim tug'ruq davomida, dedi, 2 xatligimda bo'lgan, deyapti, tipa. No, baribirga ham o'sha gemoroy menda hosil bo'ldi. Nimaga deb, men ataylabdan mana shu narsalarni избежать qilish uchun, ya'ni shu narsalarga duchor bo'lmaslik uchun kesarva secheniya qilgan edim deb yozganda, keyin tushuntirib berdim. Tushuntirib bergandan keyin shu tug'ruq jarayonida siz tabiiy tug'ruqda ishtirok etishda emas, ayollik a'zoyingiz to'z osti mushaklari 9 oy bolani ko'tarib yurganini hisobiga shunaqa bo'lgan. Ularda bachadon tushishlari ham endi boshlanayotgan holat bo'lib qolgan ekan. Homiladorlikda hammani har xil syurpriz kutadi. Onalik baxti juda ham zo'r, lekin shunaqa nima deydi, taraflari ham bor. Tangani 2 tarafi bor degandek, homiladorlik tug'ruqqa ham o'ziga yarasha 2 tarafi bor. Onalik baxtiga erishish va undan tashqari sog'lig'imizni, конечно, tiklab olishimiz kerak bo'ladi. Ular boshida to'g'risi juda ham jahllari chiqdi, "Как так" deyaptilar-da. Qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin? Men ataylab shunga tayyorlanganman, anaqa qilganman, kesarva qilganman deb shunaqa jahllari chiqdi. No, afsuski, bu narsani qaytarib bo'lmaydi. Уже tug'ruq o'tib bo'ldi, kesarva bo'ldi. Kesarva bo'lganda ham oson emas, конечно. O'tda sloy kesiladi. Faqatgina bundoq просто kesdi, shundoq bolani chiqarib oldi emas-ku. O'tda teringiz kesiladi, ichidagi yog' qatlamlaridan o'tib, mushaklar, svязкаlar, xullas kesiladigan joylar ko'p. Qavat kesiladi, oxiri bachadon kesilib bola olinadi. Endi, конечно, kesarvadan keyin tiklanib olish o'zi ham oson ish emas. Chunki men tanishlarim kesarva bilan tuqqan qizlarni bilaman, rosa qiynalishgan tiklanib olishga. Endi bitta dona shu nima deydi, kengaymasligi uchun kesarva qilish, конечно, bu xato. Aynan agar sizda медицинский показания bo'lsa, sog'liq tarafidan kesarva qilish kerak bo'lsa, bu уже, конечно, неизбежно, buni уже qilish kerak. Xullas, bu qiz nima qildi? Menda 2 ta kurs bor, trenajyorli, trenajyorsiz, va ular trenajyorsiz kursni olib, birinchi harakat qilib ko'rishga qaror qildilar. Trenajyorsiz kurs bilan shug'ullandilar, lekin ayrim sabablar buni o'zini protokollari bor, rioya qilish kerak bo'lgan qonun-qoidalari bor. Shu joylari ularga to'g'ri kelmadi. Ozgina natija bo'ldi, lekin 100% natija bo'lmadi. Va ular уже
qilganlaridan keyin, mashqani bajarganlaridan keyin, o'zgarishlarni ko'rganlaridan keyin trenajyorlik kursi olishga qaror qildilar. Trenajyorlik kurs olib, gemoroylardan qutuldilar. Gemoroylar kirib ketdi, ya'ni u bir og'riq bergan ularga, qon aylanishi yaxshilanib, o'sha gemoroy bizada qon buzilishidan, tozaslik mushaklar zaiflashgandan, yana ko'pchilik qizlarimizda qabziyat bo'ladi, qabziyatdan yuzaga keladi. O'shalarni ham biz polniy o'rganib chiqamiz kurs davomida, qabziyatlarni yo'qotishga, ya'ni sizni mana shu holatga nima olib keldi, o'sha holatni negizini yechishga harakat qilamiz. Ularda ham xuddi shunaqa bo'ldi, negizini yechishga harakat qilib, ular trenajyorlik kursi oldilar va o'zlari xohlagan natijaga chiqdilar. Gemoroydan qutuldilar, peshob turolmaslikdan qutuldilar, yana qorindagi osilgan yog'chilar ham ketishni boshladi. Xullas, o'sha gemoroylarni operatsiya qilmoqchi bo'lgan ekanlar. Уже operatsiya qilmoqchiman deb operatsiyaga proktologlarga borib yurganlar. Уже kerak emas bo'ldi. Operatsiyasiz bu masaladan qutuldilar, ya'ni operatsiyaga ketkazmoqchi bo'lgan pullarini ekonom qilib qoldilar. Yonlariga, cho'mchalariga qoldi desam ham bo'ladi. Va bir xil ayollar operatsiya qilishni xohlaydi. Bular уже keyin o'yladilar, hozir bolam katta bo'lgandan keyin bor operatsiya qilib yuboraman. Nima deydi, qo'rqmas ekanlar. Aynan toraytirish bo'yicha operatsiya qilmoqchi bo'ldilar. Уже u narsaga nima deydi, muhtojlik qolmadi. Har tomonlama pullar o'zlariga ekonom bo'lib qoldi. Va bugun men sizlarga nimani aytib beraman? Ko'pchilik xayolidagi narsa, kesirva qilsam, bu nima deydi, hamma muammolardan o'zimni qutqarib qolgan bo'laman degan nima deydi, fikrni da mifni haqida tushuntirib beraman. Keyingisi kesirva secheniya bu degani siz qiz boladek qoldingiz degan fikr haqida ham tushuntirib beraman. Tug'uqdan keyin qanaqa qilib tez oson, xoh bu kesirva bo'lsin, xoh bu tabiiy tug'uq bo'lsin, tiklanma olish haqida sizlarga batafsil tushuntirib beraman, xudo xohlasa rasm bilan ko'rsatib. O'zimni tanishtirib o'tsam, doimo darslar beraman, o'zimni tanishtirmas ekanman. Ismim Go'zal O'ralovna. O'zbekistonga intim gimnastikani 15 yil oldin birinchilardan bo'lib olib kirgan mutaxassisman va ana shu Go'zalim brendi, Go'zalim trenajyori asoschisiman, ana shu trenajyor muallifiman, ham asoschisiman va trenajyorlik kurs muallifi ham asoschisi hisoblanaman. Mani kurslarim 167 davlatlar ro'yxatdan o'tgan va men u kursni muallifiman va ana shu trenajyorni ham juda ko'pchilik joyda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Asoschisi muallifiman, Go'zal O'ralovna. Va hozirgi kunda 26 ta shogirdning onasiman desam ham bo'ladi. O'zbekistondagi shogirdlarimni Xudoga shukr ko'payamiz va ayollarni sog'lom va sevimli bo'lishda nima deydi, kirishib shu masala bo'yicha ish olib boryapmiz va juda ko'pchilik ayollarimizni natijaga chiqargan holda xursand bo'lamiz. Qizil pomada kursini ekspertiman. Undan tashqari 7 yulduz ayollar forumi ishtirokchisiman, ekspertiman. Hilol Yusupova kurslarida, Shadish 25+, Shunga.uz, ya'ni juda ham ko'p katta loyihalarni ekspertiman. Tanishganimdan xursandman. Oliy ma'lumotliman. 2 farzandim bor, oilaliman va shu kungacha ayollarni sog'lom sevimli qilib kelyapmiz. Bundan juda ham xursandman. Tanishganimdan siz bilan xursandman deydi-ku. Mana o'zim dokumentalni 13 yildan beri shu ish faoliyatini olib boraman. O'zi mana 14 yil bo'ldi, xudo xolasa yaqinda. Aprelda boshlangan ishim, как раз mana aprelda xudo xolasa 14 yil bo'ladi. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Endi hozir men sizlarga aytgan masalalar bo'yicha razbor qilib chiqamiz. Nimaga sразу hozir bomba bo'lib ketadi, bilaman. Anaqa kesirva nimaga tam chiqmaydi-ku bola o'tdan, qanaqa qilib kengayadi degan narsani men to'liq sizga tushuntirib bermoqchiman. Qarang, biz homiladorlik davrimizda mana bu bizning pasimiz, mana bu qorinda, mana bu ko'krak, xuddi shunaqa pasimiz ko'ryapsiz. Mana bu mushaklarimiz bor. Bu toza osti mushaklari. Bu yerda mana siydikni, bu yerda siydik chiqadi. Bu jinsiy lablar, bu bo'lsa qinga kirish joyi, bu bizning axlat chiqadigan joyimizda, yog'inchagimiz. Mana shu yerda mushaklar qip-qizil ko'ryapsizmi? Tashqarisi, ichkarisi qavat-qavat juda ko'p qatlam mushaklardan iborat. Ana shu mushaklarimiz tepada bizning bolamizni, undan tashqari
platsentani, okoloplodnoy voda deydi, bolani atrofidagi suvlar shuni ko'tarib yuradi. 9 oy davomida bizani toza mushaklarimiz bolani ko'tarib yuradi. Siydik pufagini ezadi, juda ko'p mana homiladorlik davrida tinmasdan hojatga chiqish xohlaydi. Ayollarimiz mana xuddi shu o'rinda tez hojatga chiqardim, chunki homila katta bo'lib bizani aynan siydik pufagimizni bosadi, atrofidagi ichaklarimiz har xil tarafga surilib ketadi va bola 9 oy shuni ichida o'tiradi, ya'ni mushaklarni bosib o'tiradi. Tasavvur qiling siz. Aytaylik, boshli bola kichkina bo'ladi, kichkinagina zernodan katta bo'ladi. Bizani ayollarimiz pahlavonlarni dunyoga keltirishadi. 3 kilo, где-то 3 kilodan shu 4,5-5 kilo yaqinda bitta 8 kilo tug'ildi deb eshitdim. 8 kilo deyishdi, adashmasam, qaysidir viloyatda katta bitta qiz tug'ilibdi, pahlavondek ko'rib rosa xursand bo'ldim. Ya'ni ana shu homilani biz ko'tarib yuramiz. Mana shu mushaklarimiz katta homila og'ir ko'tarib yuradi. Bizani toza mushaklarimizning zaiflashishini sabablaridan bittasi va ko'proq asosiyrog'i bu toza mushaklarga og'ir bosim bo'lishi, ya'ni og'ir narsa ko'targanimizda внутрибрюшное давление deyiladi, ichkaridan давление bo'lib pastga nima deydi, yuk tushishi. Ana shu yuk farzandimizni masalan og'irligini ko'taradi, platsentani ko'taradi, suvlarni ko'taradi atrofidagidek. O'shan hisobiga og'irlik bo'ladi. Tasavvur qiling, mana siz buni 5 litrli baklashka deb tasavvur qilaylik-da. Har kuni 5 litrli baklashkani ertalabdan kechgacha ko'tarib yursangiz, qo'lingiz qaysi ahvolda bo'ladi? Uzoq vaqt ko'tarib yura olmaysiz. Og'irligini hisobiga qo'llaringiz og'rib ketadi, to'g'rimi? Birinchi mana kaftingiz og'riydi, keyin mana qo'llaringizgacha og'riq berib charchab qolasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bizani farzandlarimiz o'sha 3 kilo deylik, platsentasi, okoloplodnoy vodada ana shu 5 litrli baklashkani xuddi biz ichimizga solganmiz, og'irlikda ko'tarib yuramiz. Oxirgi aytaylik shu 8-9 oylar. Даже 1 oy deylik, bolangiz kichkina bo'lsa ham 9 oy mobaynida, 9-oy, o'sha 1 oy mobaynida bunaqa ko'tarib yurganingiz hisobiga toza mushaklarimiz zaiflashadi. Ana shu og'irlikni mana 9 oy ko'tarib yurganini hisobiga kengayadi, cho'ziladi, chunki zaiflashadi. Biz homiladorlik davrimizda ana shu nima bo'ladi? Ayollarimizda va shu og'ir ko'tarib yurganini hisobiga faqatgina tug'ruq yo'lidan bola chiqqani uchun emas, kengayish. O'shaning uchun kesirvani agar sizda показания bo'lmasa, sog'liq tarafidan masalan vrachlar yoki kesirva qilmaslik bo'lmaydi, bola masalan bunaqa holatda yoki siz bunaqa holatdasiz, sog'liq tarafidan sizga kerak desa, siz nima deydi, yo'q, men просто o'zim qilgim kelyapti degan holda qilganingiz yaxshi emas, qilmaganingiz ma'qul. Bola tug'ruq yo'ldan chiqqanda tiklanib olish osonroq kesirvadan ko'ra. Xo'sh, farzandni xoh biz o'zimiz tug'amiz, xoh kesirva tug'amiz, bizda natija mashi bo'ladi, toza mushaklarimiz zaiflashadi. Oqibatda bizda ощущение bo'ladi. Masalan, o'zim birinchi marta tug'ilganimda shok bo'lganman. Juda ko'p qizlar aytadi, "Men o'sha qurib ketganman" deyshadi holatini ko'rib. Va tug'ruq jarayoni shunaqa, bizda bitta tug'ilganimiz uchun emas, hozir aytgandek homiladorlikda ko'tarib yurganimiz uchun bo'ladi bu narsa. Og'riqlar bo'ladi, to'g'rimi, kengayishlar bo'ladi, havo kirib chiqishi, peshob ushlab tura olmaslik, bu birinchi belgilari bo'ladi-da. Statistika bo'yicha hattoki kesirva bilan tuqqan ayollarning 45% birinchi 2 yilda обязательно mana shu simptomlarini his qilishar ekan. Va bitta narsani aytib o'tmoqchiman, boshida aytmoqchi edim. Bu darslikning oxirida hozir mana ro'za oyi sizlar uchun bitta chiroyli tabrik men tarafdan как zo'r eksklyuziv taklif bo'ladi. Ro'za va kelayotgan hayit munosabati bilan sizlarni bitta chiroyli syurpriz bilan xursand qilmoqchiman. Bitta zo'r taklif beraman sizlarga, xudo xolisa. Так, endi давайте разбор qilamiz sizlar bilan. Дальше.
Bu holat bo'yicha nafaqat gemorroy chiqishi, toza mushaklarni zaiflashi, havo chiqishi, peshob turmasligi, ya'ni ayrim ayollarimizda mana 21 yoshli qiz yozgan, birinchi farzandini tuqqanida ular ham kesareva qiyin ekanda, показания nimaga o'ladi, nimaga aynan shu muammoni olib chiqishga qaror qildim, chunki oxirgi payt juda ko'p narsa kelyapti. Muammo yo'q, показания yo'q, lekin men o'zim xohladim, o'zim tug'ishni xohlamadim degan narsa ko'p bo'lyapti-da. No, jag'ibi ko'p bo'lyapti. U qizni birinchi et bergan qizimdan ko'ra ko'proq holat bo'lgan, что ular tuqqanlaridan keyin ularda qanday bolalar tushishi ham kesareva bo'lgan, lekin kesareva bo'lsa ham 21 yosh bo'lsa ham juda xunuk ahvolda bo'lgan. Hozir men sizlarga ko'rsatishga qaror задняя kamera. Oy, da, вот, qaranglar. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Ularda taxminan mana bunaqa holat bo'lib qolgan edi ularda. Yosh edilar, juda yosh, 21 yosh, lekin shunda ham ko'rayotganinglardek mana shunaqa keng bo'lib qolgan va qandaylarlar tushishni boshlaganda aytyaptilar, men 21 yoshman. Qanaqasiga menda shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin deb xafa bo'lib aytyaptilar-da. Ну, afsuski, da shunaqa bo'ladi. Mana aytganimdek, biz homilani 9 oy ko'tarib yurganimiz hisobiga mana shu holat bizda yuzaga keladi. Mana kartinkani yaxshilab bitta-bitta ko'rib chiqsanglar, e'tibor berib, mana kichkinalidan boshlanyapti, ko'rasizlar, mana kichkina bo'lgan, kattalashyapti. Oxirida bizda mana 9 oy davomida aytganimdek toza usti mushaklarimizni ko'tarib yurgani hisobiga mana bola katta уже o'sdi. CDPFgani bosib o'tiradi, bola chiqadi, xoh kesib olinsa ham, mana bu yerdan agar kesib olishsa ham, xoh o'zi to'g'ri yo'ldan chiqsa ham, shu vaziyat qizlar bo'ladi. Tak, yana homila. Вот. Ko'ryapsizlarmi? 9 oy mobaynida ko'tarib yurganimizdan hisobiga mana ichaklarimiz joyi o'zgaradi, hammasi joyi o'zgaradi. Bizda bola chiqib keladi. Mana shuni hisobiga ayollarda nima deydi? Shu muammo yuzaga kelib chiqadi. Так. Продолжить. Yana sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Mana Telegram kanalimda o'zini-o'zi diagnostika qilish bor. Bemalol o'zingiz holatingizni diagnostika qilib olsangiz bo'ladi. Buning uchun siz administratorga yozsangiz, mana shu dars tagida ссылка qo'yib qo'yaman. Administratorimga diagnostika deb yozsangiz, sizga o'sha diagnostikani yuboradi. Bemalol vrach oldiga chiqmagan holda uy sharoitida shunaqa aniq-tiniq hammasi tushuntirib berilgan. Ko'rib siz o'zingiz diagnostika qilib olib, holatingizni bilib olsangiz bo'ladi. Va o'zingizda nima holat borligini bilganingizdan keyin o'sha konkretno dальше nima действие qilishingiz kerakligini bilib olasiz. Yana bitta misol esimga tushib qoldi hozir. Juda ko'p bunaqa kesirish secheniyalar kelgan, lekin yarki esingizda qolgan nima deydi, ayollarni esingizda qoladi, chunki o'zini qanaqadir izyominkasi bo'ladi. Bitta qizimiz bor edilar, ular kelganlar. Bolalari 8 oylik bo'lgan. Emlashni boshlaganda ular ko'p bukilib ketidan bolan ketidan yugurishni boshlab nima qilganlarida ularda peshob turmaslik juda ham avjiga chiqib ketib qolgan bo'lgan. 8 oylik bo'lgandan keyin kelganlar darsga. O'zi kesareva bo'lgan ayollarimizga, o'zi umuman tug'gan ayollarga sразу inseminatsiya qilish mumkin emas. No, o'zi tuqqan bo'lsa 2 oydan keyin boshlasa bo'ladi. Agar o'zi tuqqan razriv bo'lgan bo'lsa 3 oydan keyin mumkin. Agar kesareva bo'lsa 6 oydan keyin mumkin, ungacha mumkin emas. Chunki o'sha qornida kesilgan choqlarini bichish kerak va to'g'ri bajarish vaqtini, ya'ni bu inseminatsiya ham просто siqib qo'yib yubordimiz. Uni ham to'g'ri bajara bilish kerak. To'g'ri bajarmasa foydadan o'rningiz yon beradi va qornimizni shu vaqtda juda ham kerak holatda ishtirok etib qoladi. Shuni hisobiga 6 oydan keyin mumkin. Ular keldilar жалобалар bilan. Birinchisi bu o'sha kenglikda xuddi bunaqa sochilib ketganga o'xshab tuyuldi menga, kesareva bilan tug'sam ham deb, o'zi естественно, masalan birinchi marta farzandimni tug'ganimda men shok bo'lganman. Mana shu xuddi sochilib ketganga o'xshab tuyulgan o'zimga ham. Keyingisi bu yo'talganda, aksirganda, o'sha bolasi emilaganda ketidan ko'p yugurib qolganida peshob
ushlab tura olmaslik va turmush o'rtog'i bilan bo'lgan yaqinlikdagi og'riqlar. Genaj haqida boqganda og'riqlar bizda asosan ana shu tushishlar, ya'ni nima deydi, prolaps bu qinniy tushishi bor bizda, yo'g'on ichak tushishi bor, sigir pufagini tushishi bor, ana shularning tushishi prolaps deyiladi. O'sha payti nima deydi, og'riqlar ayol his qilishni boshlaydi. Biz ular bilan darslarni boshladik. 8 haftada уже cho'tki natijalar oldilar, chunki realni o'zlarini ustida ishladilar. Ishlaganlaridan keyin 8 haftada уже полный hamma kelgan жалобаларdan qutuldilar. Peshob bo'shab tura olmaslik va ketdi ularda, qutuldilar shu narsadan. Havo kirishidan, qon aylanishi yaxshilanganiga, gormonal balanslar normaga tushgandan kayfiyatlari ko'tarilib zo'r bo'ldi. Turmush o'rtoqlari bilan bo'lgan munosabatlar ham ancha yaxshi tarafga o'zgarib, чувствительностьlar paydo bo'ldi. Buni hammasini qanaqa mustahkamlasa bo'ladi? Ya'ni nima uchun intim gimnastika kerak? Faqatgina intim gimnastika deganda ko'pchilik kegel mashqlarini tushunishadi. Yo'q, kegel mashqlari bu oddiy standartniy mashqlar hisoblanadi. Просто issiqda qo'yib yubordi. Uni ham to'g'ri bajarish bo'lishi kerak. Intim gimnastikada masalan kegel mashqlarida faqat yuzaki mushaklar ishtirok etsa, intim gimnastikada chuqur mushaklar ham ishtirok etadi. Hammasi ishtirok etadi. Masalan, intim gimnastika kegel qilganingizda yuzaki mamut faqat o'zi holatda ishlansa, u ham agar to'g'ri bajarsa. Intim gimnastikada butun mushaklarning faoliyati ishga tushadi. Agar siz butun mushaklar faoliyatini ishga tushirmasangiz, sizda yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish невозможно. Bu uchun xuddi mana siz bo'yanmoqchisiz, полный bo'yanishingiz uchun nima kerak? Mana tonalka surasiz, tonalkadan oldin anaqa surasiz, to'g'rimi? Специальный kremlarni surasiz, tonerlarni surasiz, har xil masalan o'zingiz tipiga qarab tonalka surasiz, pudra surasiz, rumyan surasiz, mana teng, to'g'rimi? Qoshingizni bo'yaysiz, kiprigingizni bo'yaysiz, pomada surasiz, keyin butun sizni makiyajingiz bitgan bo'ladi, to'g'rimi? Bitta pomadani o'zini surib qo'yganingizdan yoki bitta qoshingizni o'zini bo'yab qo'yganingiz bilan 100% siz makiyaj qilgan hisoblanmaysiz va siz xohlagan makiyaj chiqmaydi va siz bo'yandim deb aytolmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa kegel faqatgina labingizni bo'yab qo'ygan yoki faqatgina qoshingizni bo'yab qo'ygandan teng bo'lib qolishi mumkin. Intim gimnastika bo'lsa aynan bekorga yaratilmagan bu metodikalar butun hamma yuzaki, chuqur va butun hamma mushaklarni o'zini ichiga olgan holda ana shu mushaklarni mustahkamlagan hisobiga sizda natija bo'ladi. O'shaning uchun nima deydi, bu yerda ham qorin bilan boyayotgandagi to'g'ri bajarish o'zi katta bitta san'at desam ham bo'ladi mashqlarni, chunki nimaga kesirvadan 6 oydan keyin mumkin, nimaga o'z tuqqandan keyin sразу 2 oydan keyin mumkin, chunki bizda ko'pchilik intim gimnastika qilayotganda noto'g'ri qiladi. Intim gimnastika qilayotganda ayol kishi butun tanasi bo'sh bo'lishi kerak. Bizda bo'lsa darslarga kelganda qizlarni ko'raman, masalan chuntirlarni qanaqa qilib siqish kerak, qanaqa qilib расслабиться qilish kerak. O'sha paytda qilishadi. Nima qilyapsiz desam, butun tanasi bilan kuchanadi-da. Qilib yuzlari ham, tishlari ham qilib kuchanib qolishadi. Men aytaman, nima kuchanyapsiz deyman, kuchamang, mumkin emas kuchanish. Ya'ni hamma yog'ini napigatsiya qilib kuchanishadi, pastni blokka qo'yib qo'yishadi. Ya'ni kuchanganimizda pastimiz blokka tushib qoladi-da, blokka tushib qolgandan keyin bu ishlamaydi. Siz foyda ko'rish o'rniga ziyon ko'rib qolasiz. Va qorin bilan toza mushaklarni ham ajratish bilish kerak. Bu bitta gap bilan tushuntirib beradigan gap emas. Bu ataylab katta darslik qilib olingan, bekorga emas, chunki hammasini pog'ona o'zini anaqasi bor. Nima deydi? Как его там? Слой shug'ullanish kerak. Bu yerda darslarda dihательная gimnastika beriladi, vakuum beriladi. Vakuum nimaga beriladi? Mana bu aytgandek gemoroy. Vakuum bu ko'rgan bo'lsanglar, shlankadan suv tortish texnikasida ko'pchilik hozir Instagramda ko'rsanglar bo'ladi, YouTube'da ham chiqib ketgan. Turadi, упражнение qilganda shundoq shlankadan suv chiqib ketadi pasi bilan, ya'ni gulchasi bilan suv tortadi. Bu texnikani nima uchun beriladi? O'zi umuman bu texnika berilishiga sabab birinchi o'rinda mana ayollarimizda aytgandek bo'yin gemoroy chiqishida
qabziyat qiynaganini ko'pchilikda shu hisob bo'lyaptida, shu qabziyat hisobiga kuchanish ko'p bo'lyapti va gemoroy chiqyapti. Gemoroy o'zi asosan ana shu kuchanib ich qotishiga qabziyatini hisobiga bo'ladi. Ko'pchilikda ana shu ich qotishini nima deydi, bartaraf etish uchun, chunki vakuum qilganda qorin ichkariga so'riladi, bilasiz. Ana shu qorin ichkariga so'rilganida bormikin bu yerda? Qorin ichkariga so'rilganida ichki organlar, ya'ni mana bu bizning ichaklarimiz bor, to'g'rimi? Ana shu ichaklarimizni massaj yuzaga keladi-da. Vakuum qilganda polniy ichki organlarni massaji yuzaga keladi va ana shu ichki organlarni massaji yuzaga kelganida ayol kishida ana shu qabziyatdan qutulish oson bo'ladi va undan tashqari vakuumda toza suv mushaklari ham ishtirok etadi va qorin, osilib turgan qorindagi yog'lar vakuum hisobiga zo'r erishib boshlaydi. Shuning uchun обязательно biz vakuum texnikasini darsda beramiz, ya'ni bu katta kompleks qilib beramanda, чтобы просто kegilmasa, agar kegilma shunaqa hamma narsa oson bo'lganda, to'g'risi bu narsani o'qib, o'rganib, ixtirolar qilib, nima deydi, bu narsalarni yaratish o'zi kerak bo'lmas edi. Bu narsalar dunyoga kelishini o'ziga sabablari bor. Chunki просто kegilni o'zi bilan далеко не уедешь. Maksimalni agar siz mashqlarni bajarmasangizda, ya'ni chuqur mushaklarni ham ishga tushirmasa. Так что nima deydi, kesirova tug'sam qiz boladek qolaman deb o'zingizga bekorga ortiqcha shram, ortiqcha jarohat yetkazmasdan o'zingiz tabiiy to'riq bilan tuqqaningiz yaxshi. Agar sizda meditsinskiy показания bo'lmasa, chunki o'zingiz tuqqaningizdan keyin siz bemalol 2 oydan keyin gimnastika bilan shug'ullanib, toza suv mushaklarni mustahkamlab, baquvvatlab olsangiz bo'ladi. Agar razriv bo'lgan bo'lsa, ichki yoki tashqi razrivlar bo'lgan bo'lsa, unda 3 oydan keyin, ana kesirvadan keyin 6 oydan keyin mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu siz vaqtni ham ekonom qilasiz va choklar, ortiqcha antibiotik, ortiqcha dorilar olmaysiz. Ayol kishi o'z tuqqandan keyin bolasini sirazi bag'riga bosib, sirazi emizishga imkoniyati mavjud. Kesirvadan keyin bilasizlar, juda ko'p dorilar qilinadi. O'shaning uchun ayollar sirazi emiza olmaydi. Bolasini ko'targanda og'riydi hamma yog'i. Qiyinchiliklarni juda ko'p boshdan o'tkazadi. Buni kesirva bo'lgan ayollarimiz juda yaxshi tushunishadi. O'shaning uchun qizlarjonlar, bu mifni tushuntirib berdim degan umiddaman. Kesirva bu sizga qiz boladek qolishingiz uchun imkoniyat emas. Kesirva bilan tug'asizmi yoki o'zingiz tug'asizmi, по-любому sizda toza suv mushaklari zaiflashadi. Chunki bunga sabab boya aytganimdagi bolani 9 oy ko'tarib yurishimiz. Toza suv mushaklari og'irlikni ko'tarib yurishi sabab bo'ladi qizlar. Boya aytganimdek, sizlar uchun hayit munosabati bilan juda ham zo'r, nima deydi, unikal taklif bermoqchiman. Bu unikal taklifda siz meni kursimni nerealniy katta chegirma bilan olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu kurs ichida siz trenajyorlik hamda trenajyorsiz kursni zapusк qilaman. Trenajyorlik kurs olmoqchi bo'lsangiz, trenajyorning ichida bir marta sizga qoladi. Trenajyorsiz kurs bo'lsa, unda siz juda katta hayotda unaqa chegirma bo'lmagan, lekin boyagidagi vakuum texnikalarini o'rganib, faqatgina nima deydi, boyaga aytgandek organizmni sog'lomlashtirish uchun emas, balki turmush o'rtog'ingizdan bo'lgan munosabatlarni yana ham yorqin kiritishga yordam beradi. Bu narsani mana shu darslikka ko'rayotgan qizlarga berganman. Unikal taklifni, unikal возможностьni, imkoniyatni siz bemalol ссылкасini qoldiraman. Administratorga yozsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda diagnostikani olsangiz bo'ladi. Bepul va o'zingiz diagnostika qilib holatingizni ko'rsangiz bo'ladi. Uyda ko'chib chiqmagan holda va bemalol adminimga men YouTube darslik ko'rdim, menga unikal taklifni bering, hayit munosabati bilan desangiz, sizga birinchilardan bo'lib shu taklifni beradi. Bu taklif hech qayerda aytmadim, faqatgina ana shu darslikni ko'rayotgan qizlarga shu taklifni beraman. O'zinglarni asranglar qizlar. Agar sizda boya aytib o'tganimdagi meditsinskiy показания bo'lmasa, kesirva qilishga tabiiy o'zingiz tug'sangiz, tiklanib olish oson, qiyin emas. Tug'ruqdan keyin bitta narsa aytmoqchiman. Choqlar haqida aytmoqchiman sizga. Tug'ganingizdan keyin agar sizda o'zingiz tabiiy to'riq
chiqqaningizda to'g'ri kuchanib, birinchi o'rinda to'g'ri nafas olib, to'g'ri kuchanib, undan tashqari agar sizda mabodo cho'qli tushgan bo'lsa, ana shu cho'qlarga e'tiborli bo'lishingizni aytib o'tmoqchi edim. 99% ayollar nima bo'ladi holatida tug'ilgandan keyin cho'q tushgandan keyin cho'qqi ochilib ketadi, bee'tiborlik hisobiga, noto'g'ri bir nojo'ya bir harakat qilib qo'yganni hisobiga cho'q ochiladi va ayollarimiz ana shu cho'qqini ochilib ketgandan keyin darrov vrachga borib cho'qqim ochilib qoldi, tikib qo'ying deyishmaydi-da, yuraverishadi va cho'q ochilgan holda bitadi. Va ochilgan holda bitgandan keyin uni faqat plastik operatsiya qilib yopsa bo'ladi. U ochiqligicha qolib ketadi. O'shaning uchun mana shu joyiga e'tiborli bo'ling. Agar cho'q tushgan bo'lsa, обязательно siz u cho'qqi ehtiyot qiling va mabodo ochilib ketgan bo'lsa, o'z vaqtida vrachga murojaat qilishingizni sizga maslahat bergan bo'lardim. Hammalarni yaxshi ko'raman, yaxshi kayfiyat tilayman. Administratorimga bemalol yozib, birinchilardan bo'lib zo'r unikal taklifga ega bo'lsangiz bo'ladi.